Ha, yine o get taptı. Benim tutuklarıma oturmam olacak hadi bakayım. Evet, kireken karakalı. Benimle ulanmadım mı? Yarın sonra geçim var bunu. Böyle bak. Başka durağımız birinde klinik açtı. Bizden ses kalmıyor. Oha, yürü, şak tapar. Biz koruyacak. Assalomu alaykum aziz obunachilar, xudo xolasa bugun Asqarbek do'stimiz klinika xizmatini yo'lga qo'yibdi. Ya'ni bel og'riq, grija, bo'yin grijalarini davolab, shu Asqarbek do'stimiz o'zidan olamiz qolgan ma'lumotlarni. Assalomu alaykum hammaga. Shahzodbek do'stimiz aytganday bizlar Beruniy tumanida o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bu yerda qanday kasalliklar davolanadi desanglar, bu yerda batafsil tushuntirib o'tadigan bo'lsam, основной bel grijasi, bo'yin grijasi, artrit, artroz, osteoxondroz, masalan suyak yemirishlariga har xil masalan davolarimiz, lecheniyalarimiz bor. Lazerniy apparatlarimiz bor, lecheniya qiladigan. Undan tashqari masalan dorilarni zakaz qildirib oldirib turibmiz. Bizlarda hech qanday operatsiya ili bir Masalan, belda grijasi bor, yurish imkoni yo'q, mijozlarning misolida kichkinalar bor xizmatlar. ularga masalan uyina borib lecheniya qilib beramiz. Har xil lecheniya turlari bor. Masalan, o'zlarimiz bilan apparatlarimizni olib boramiz. Lazerniy apparatlarimiz bor. Lecheniya qiladigan apparatlarimiz bor. Manualniy terapiya, shu grijaning massajlarini uyda muolajasini qilib beramiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bu yoqlarni ham o'ylab qo'yganmiz. Undan tashqari zuluk, hijama, chertma hijama shunday xizmatlarimiz ham bor. Kelib bemalol lecheniya olib ketsanglar bo'ladi. Kedroy bochkalarimiz bor. Ularga da bemalol tushib, masalan kasallik, shamollashlariniz bo'lsa, bemalol kelib lecheniya olib ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, eshitganlaringizdek o'tdik. Buni pastda nomerlarni qolamiz. Agar tushunmagan savollaringiz bo'lgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga bog'lanib kelsanglar bo'ladi. Hammani kutib qolamiz.